muxlislar. Shtrafdan mashhur futbolchilarning golini qaytaramiz. Qani, let's go. Julian Alvarez zarbasini qaytaramiz. Qani bo'lmasa ket. Alvarez, it's around the wall, it's brilliant. Qani ketdik. Julian Alvarezning zarbasini birinchi urinishimda tepib ko'rsataman. Alvarezda gol urish uchun ikkinchi imkoniyatim foydalanish kerak. Biz o'ng taraf yo'qislardan berishimiz kerak. Mana endi tepaman. Hozir men Julian Alvarezda ikkinchi marta udarini qaytarib ko'raman. Mana endi men oxirgi imkoniyatimdan foydalanib qolishim kerak. Endi men tepaman. Julian Alvarezda 3-chi marta udarini qaytarib ko'raman. Julian Alvarez zarbasini qaytardi. Tepalar ko'rib turgan narsani eng yaxshi gollik zarbani ko'rishingiz mumkin. Endi biz Bruno Fernandesning zarbasini qaytarib ko'ramiz. Ketdik unda. Ketdik. The wall. Bruno Fernandes. Well, if anyone. Men Bruno Fernandesning urinishidan birinchi imkoniyatimni sinab ko'raman. Mana endi Bruno Fernandesning golni qaytarish uchun birinchi imkoniyatimni ishga so'ramay qani ketdik. Bruno Fernandesning zarbasini qaytarish uchun ikkinchi imkoniyatimdan foydalanaman. Endi men Bruno Fernandes zarbasini qaytarishim uchun ikkinchi zarbamni qilaman. Endi men Bruno Fernandesning zarbasini qaytarish uchun 3-chi imkoniyatimdan foydalanaman. Endi men oxirgi imkoniyatimdan foydalanib qolishim kerak. Fernandesning zarbasini kim yaxshi tepganini tepadan ko'rishingiz mumkin. Ana endi biz Declan Rice zarbasiga ketamiz. Davay! Ana endi men Declan Rice zarbasini qaytaraman, birinchi imkoniyatim. Endi men Declan Rice'ning zarbasini qaytarish uchun birinchi imkoniyatimdan foydalanaman. Ana endi men Declan Rice zarbasini qaytaraman, ikkinchi imkoniyatim. Declan Rice'ning zarbasini ikkinchi imkoniyatimda tepaman. Ana endi men Declan Rice zarbasini qaytaraman, uchinchi zarba. Endi men Declan Rice'ning zarbasini 3-chi urinishimda tepaman. Ana biz Declan Rice zarbasini qaytarib tepadan ko'rishimiz mumkin. Qana qaytarib zo'rligini Endi biz Valverdening zarbasini qaytarishga ketdik. Endi men Valverdening zarbasini birinchi urinishimda tepaman. ana endi men Valverdening zarbasini qaytaraman, birinchi zarba. Endi men Federico Valverdening zarbasini ikkinchi urinishimda tepaman.
zarbasini qaytaraman, ikkinchi imkoniyatim. Federico Valverdening zarbasini 3-urinishimga tepaman. Federico Valverdening zarbasini qaytaraman, 3-imkoniyatim. Federico Valverdening zarbasini kim yaxshi tepganini tepadan ko'rishingiz mumkin. Endi biz Cristiano Ronaldoning zarbasini qaytaramiz. Qani golga gol! Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Ronaldo zarbasini qaytaraman, birinchi imkoniyatim. Endi men Cristiano Ronaldoning zarbasini birinchi urinishimga tepaman. Endi Ronaldoning zarbasini qaytaraman, ikkinchi imkoniyatim. Men Cristiano Ronaldoning zarbasini ikkinchi imkoniyatimda tepaman. Zarbasini qaytaraman, uchinchi imkoniyatim. Ronaldoning zarbasini qaytarishim uchun oxirgi imkoniyatimdan foydalanaman. Keyingi video uchun 5 ta komment, 2 ta like. obuna bo'lishni ham unutmang. Keyingi videogacha xayr.